Hammaga salom YouTube'dagi obunachilarim. Bugun o'zimning kanalimga birinchi marta vlogimni olyapman. Ya'ni bu vlog qanday bo'ladi deganlarga, bu vlogda turnirda challenge bo'ladi. Ya'ni men turnirda 100 ta turnir tortiraman. Sizlardan esa maksimal padishga kutaman. Go. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, 100 ta turnirdan keyin qanday holatga kelishimni bilib olasizlar. Bitta podxodda hech kim 100 ta turnir tortira olmaydi. Shuning uchun biz 5 ta podxod 20 tadan turnirdan tortiramiz. Birinchi 20 talik turnirimiz tugadi. Endi sal dam olib keyingisini boshlaymiz. Adashib ketmasligim uchun nechta tortinganimni daftarga yozib ketaverdim. Ikkinchi 20 talikni ham boshlab oldik. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosib qo'ying. Ikkinchi podxodimiz ham tugadi. Bizda jami 40 ta turnir bo'ldi. O'sha 40 ta turnirdan keyin mana shunaqa qo'llar rasvo bo'lib qoldi. Endi shuncha mehnatga yarasha maksimal like va obunani bosamiz. Qo'llar ham ancha terlab o'sha turnirda ushlab bo'lmay qoldi. Shuning uchun biz Uzbekskiy magneziyadan foydalandik. Biz 3-podxodni ham boshlab oldik. Nima deb o'ylaysizlar bo'ldi? Oxirgacha bora olamanmi yoki yo'qmi? Javoblarni kommentariyada yozib ketamiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Uchinchi podxod ham tugadi. O'sha qo'llar rasvo bo'lgan turnirni ham ushlab bo'lmaydi. Ko'ramiz oxirigacha boramizmi yo yo'qmi. To'rtinchi podxodni boshlashdan oldin biz yana o'sha Uzbekskiy magneziyadan foydalandik. O'sha 4-podxod o'ylaganimdan ancha qiyinlashdi. Shuncha mehnatni ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosib qo'yamiz. Bolalar 10 mingtaga ozgina qoldi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yamiz. Agar shu video 1000 ta like yig'sa, keyingi videoda biz 200 ta turnir tortamiz. Shuning uchun hozirroq maksimal like ni bosib tashlaymiz. To'rtinchi podxod ham tugadi. Keyingi 5-podxodni ko'ramiz, qilolamanmi yo yo'qmi. Turnirdan qattiq sakrab tushganim uchun o'sha oyoqqa ham nagruska berib boshladi. Bolalar bizda jami 80 ta turnir bo'lib qoldi. Oxirgi 20 talikda tortinayotganimda mana shu ko'rishinglar mumkin, shtativ sinib qoldi. Shuning uchun 80 ta turnir bo'lib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obunani esdan chiqmasin. Agar shu video 1000 ta like bo'lsa, keyingi videoda 200 ta turnir tortiramiz. Go!